2025-yil 6-may kuni 10:06 soat, ya'ni to'y boshlanish arafasida Shayxontohur tumani Jarariqda joylashgan Shinam to'yxonasiga tashrif buyurdik. Endi sizlar bilan zallarning atmosferasini ko'ramiz. Mana bu to'yxonamizning hol qismi ekan, ya'ni fotozona, vestibyul. Endi zalga kiramiz. Hormanglar. Nomiga mos Shinam to'yxona ekan har qayerda. Stoliga ham juda ham chiroyli. Hozir mijoz bilan suhbatlashishga harakat qilaman, mijoz bilan. Stollarni ko'rishingiz mumkin. Hormang aka. Salom alaykum. Charchamasizlar, kimsizlar? Rahmat. Aka, kim bo'lib ishlaysiz? Gazal ishlayman aka. Haliga totishlar, zo'rmi? Zo'r aka. Ana 3000, ha. Shunaqa. 3000 dollarga ana hamma narsasi ichida deb reklama qo'ygan ekansizlar. Shunaqa aka. Rostdan shunaqa bo'lyaptimi? Ish ko'p. Har kun to'yida bo'lyapti. Har kuni to'y. Mijoz bilan xursand, oq chiqib xursand bo'lib. Gap yo'q. Rahmat, tanishganimizdan xursandmiz. Rahmat aka. Gap yo'q. Hozir mijozni kutyapmiz, mehmonlarni o'tkazish bilan bandda. Hazina kutib turamiz. Soat 6:15. Kelin-kuyov sahnalari ham boshqacha ekan. Stollari ham vashni обычный. Hali buncha to'yxonani ko'rmaganman, lekin yana bilmadim. Servis holati ham a'lo darajada. Boya monitor yongan holat ko'rinmadi, mana ko'rishingiz mumkin. Yuringlar ungacha videoshida suhbatlashib turamiz, ketdik. Aka, bir minutga mumkin? Ovqatlanayotganda ham tinchlik yo'qotgandirlar. Hormang, assalomu alaykum. Charchamasizlar, kimsizlar? Yaxshimisizlar? Charchamasizlar? Qizimsizlar? Shu mana shu to'yxona reklama qildik. O, yaxshi-yu. Xalqqa 3000 dollarga zo'r aksiya qilishayotgan ekan. Shunga bittalab intervyu olib chiqamiz. Yaxshi-yu. Artistlar kim qaryapti endi navbatchi guruhga? Artistlar endi o'zimizdan. Men boshlovchiman, mana sostav hammasi yerda o'tiribdi, xudo xolasa. Arabic Show ansambli, xudo xolasa. Arabic Show. Arabic Show ansambli. Klientlar davollimi, yoqyaptimi? Albatta klientlar ma'qul kelyaptiki, mana har kuni shu yerda xizmatda. Ma'qul kelmasa yetishmasdi. Endi hozirgi kunni talabiga mos sostav shu Arabic Show. Shoular ham bo'ladi. Show ham bor ichida. Har xil o'zbekcha, o'rischa, nemischa, uyg'urcha, qozog'cha har xil qo'shiqlar bor. Hammasidan bor, xudo xolasa. Shiliga rivoj. Charchamaylar, sog' bo'linglar. Omadinglar bersin, charchamaylar. Ha. Shiliga rivoj. Buni gap yo'q. Startda hamma yo'q. Biz hali ham mijozni qidirish bilan bandmiz. Menimcha topdik. Qalay fikrlaringiz? Kelaman bu yoqqa to'yxonam. Yo, просто fikringiz qanaqa? Hozirgi tarifligi, bergan pulingizga yetilgan narsalar bo'lyaptimi? Lekin alhamdulillah o'ylaganimizdan ham zo'r. Chunki bizga yetilgan vaqtda hammasi aloqaga chiqdi, qo'shimcha xizmatlaringlar, organizator xizmatlari. Ha, organizator xizmatinglardan 100%. Chunki ushbu qo'ynimiz to'ldi, oxirigacha qilib berishdi, oformleniyasi ham. Hammani o'zi o'yladik, ana kelib qurib ketadi desa, variantlar tashab, juda ham chiroyli qildi. Stol ham. Boshqalarga ham tavsiya qila olasizmi? Ha, albatta tavsiya qilaman. Chin dildan men o'zimni qanday qilsam, aytdim, boricha aytaman, o'tsa ko'rma dedim. Shu joyigacha juda ham alhamdulillah qo'ynimiz to'ldi. Rahmat, baxtli bo'lsa, yaxshi farzandni bersin. Xudo xolasa. Bilmadim sizlarga qanaqa foyda qilyapti-yu. Biz yaqinda to'y qildik, to'g'risi. Alohida qilganimizda ancha farqi bor to'lovlar. Bor. Zo'r, rahmat. Baxtli bo'lsa, yaxshi farzandni bersin. Charchamaylar, sog' bo'linglar. Ko'rib turganinglardek mana живой отзыв, hech qanaqa tayinlanmagan. Просто xalqning fikri. Alisini ham chalishni boshladi. Boshida kelin bola o'tiribdilar. Hozir kuyov bolalar intervyu olishga harakat qilamiz. Aka, hormang, assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin. Charchamang, baxtli bo'ling. Qalay ketyapti? Organizator xizmatlari qanaqa? To'yxona haqida fikringiz? Bizani живой mijozni kuzatadi. Tavsiya qila olasizmi? Nima minusi bo'lyapti, nima plusi bor?
Astroyini zo'r. Hammasi zo'r. Ha, o'tirmaysiz o'ziga hamma joyi yomon. Hammasi o'zligidan bo'ldi. Hammasi o'ziga. Ha, ichkarida ham, shog'oningizdagi ham, opachingizdagi ham yoqdi. Gap yo'q deyishdi. Baxtlimisizmi? Faqat kim o'tiraversa bu. Xudo xohlasa, yaxshi farzandni bersa, aka, baxtli bo'ling. Hammaga tavsiya qiling. Bo'ydoqlarga nimadir deb qo'ying, uylanmaganlarga. Tog'olasini bosish, tog'olasini qilaylik. Baxtli bo'lishga. Gap yo'q. Rahmat, charchalang. Sog' bo'ling, charchalang. Hop. Bo'ydoqlarning ichini yondirib qo'ydik. Xudolarimiz ham kelishyapti. Yo'q, to'y boshlanadi endi xudo xolasa. Biz to'yxona haqida qisqa rolik shundan iborat bo'ldi. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib to'ylarni qilishingiz mumkin. Mana yo'l yuzida, bu yoqda steykaligi ham bor ekan. Mana hamma sharoitlari bor. Hech qanaqa muammo yo'q. Narxi ham juda ham hamyo'nbop narxlarda. Mijozlarning fikrini ham eshitinglar. Hammasi realniy haqiqat. Kutib qolamiz hammanglarni. Pastda opsiyada ijtimoiy tarmoqlar, Instagramniki, telefon nomerligi hammasini yozib qoldiramiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Podpisatsiya bo'lib qo'yinglar.